Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, onaxonlar, opa-singillar. Mana bugun o'tgan marta qilgan videomga sizlarga va'da bergandim. Mana ko'ylaklarni tikilishini, o'sha davrdagi 70-yil, 76-yil materiallarni, ro'mollarni, onaxonlarni ust-boshlarini hammasini mana obzor qilib ko'rsataman devdim. Hozir oxirigacha bitta-bitta ochib, ko'rsatib, materialini, tikilishini, hammasini bir-bir qilib ko'rsataman hozir. Xo'p. Mana boshladik. Mana shu boshidan boshlaymiz. Hozirdan aytib qo'yay, kommentariyalarga yaxshi fikrlar bildirgan ekansizlar. Rahmat. Endi guruncham kurmaksiz bo'lmaydi deganday bitta yarimta kommentariyaga yozganlar ham bo'lgan ekan. Buncha kiyimni saqlab nima qilardingiz? Buncha narsani saqlab nima qilardingiz? Mana qolib ketar ekan-ku. Tarqatsangiz bo'lmaydimi deb ko'p narsalarni bum tarqatganlar. Bir 4 ta 5 ta sandiq bo'lgan, ularni hammasini tarqatganlar. 90-yil, 91-yil ayniqsa kiyimlarini ko'pini mana qimmat-qimmat lama paltolar bo'lgan, shubalar bo'lgan, etiklar bo'lgan, puh ro'mollar bo'lgan, hammasini tarqatganlar qarindoshlariga, keyin o'rtoqlariga, qo'shnilarga, ko'pchilikka tarqatganlar bu narsani. Endi bularni ko'pini rahmatli bobomiz olib berganlari uchun shularni bitta sandiqqa deb pamitda olib qo'yganlar, balkim kelajak avlod ko'rsin deganlarmi. Xullas, mana boshladik. Mana shu boshidan boshlaylik. Keyin mana bu nima deydi nomini? Kashtan. Bu kashtan 70-yil Namanganning chevarlari tomonidan tikilgan ekan. Bu ishlatilmagan. Shundayligicha turibdi mana. Yangi hali ishlatilmagan turibdi. O'sha Namangandan olib keltirilgan ekan bu. Kashtan faqat bir ozgina joyi, endi u 70-yildan beri turgandan keyin mana shu yer ozgina joyi nimadir teshilgan ekan. Qolgani yangi hali shunday sandiqqa turgan ekan. Xo'p, mana endi boshladik. Mana bu material, bu g'ijim ekan, endi uzr, buni utuglashga nima yo'q edi. Hammasini mana yozib qo'yganman, nomma-nom, chunki bularning nomini men birontasini ham bilmayman. O'shaning uchun ham adashib ketmay deb yozib qo'yganman. Agar adashgan bo'lsa, yana kommentariyaga o'zlaring to'g'rilab aytasizlar. Bular onaxonlar, opa-singillar uchun o'sha davrda bir eslab, bir yoshligida eslab, bir maza qilishlari uchun mana shu videoni men olyapman. Endi to'g'risi o'shanga hayron qolmaysizlar. Xo'p, mana boshladik. Mana bu materialimiz silon degan material ekan. Juda ham nima deydi? Nima ekan? Juda silliq ekan. Silon g'ijim bo'lgan. Bular mana bu materiallarni hammasini bir kiyimlik olib qo'yishgan ekan. Hozirdan aytib qo'yay endi. O'shanga tashib qo'ygan. Xo'p, mana bu esa beqasam, o'sha paytda beqasam. Bu ham shu 70-71-yillarda beqasam. Mana shu. Yangi turibdi hali. Xo'p, bunisi esa shoyi ekan. Mana beqasam juda mana yaqinga ham mana bir ishim tushgan edi. Bu unaqa emas. Bu juda ham qandaydir bir juda qalin, sifati ham bir boshqachada. O'zi ham ipni ayamagan ekanda bunga. Xo'p, mana bu esa shoyi ekan. Shoyi degan material, agar buni onaxonlarimiz bilsa, o'zlari bilishadi. Shoyi ekan mana bu orqasi. Shoyi orqasi, oldi shoyi degan material. Hop, sal uzoqroq olaylik shuni. Yo'qlikcha. Bu bo'lgani shu ekan. Xo'p, mana bu shoyi atlas ekan. Mana. Bu shoyi atlas ekan. Mana orqasi. Ko'rasiz, u tomondan bu tomoni ko'rinmaydi. O'sha paytlar menimcha bular juda bir moda bo'lgan atlaslar bo'lsa kerak.
Buni mana rasmlarga ham ko'ramiz. O'sha davrda yosh ayollari ko'pincha shunaqa atlaslar kiygan. Hop, bu ham shoya atlas ekan. Qizil atlasmi, shoya atlasmi shundayda. Bu bilganim yozib qo'ydim mana. Bunisi. Xo'p, mana buni nomi bir qiziqcha ekan. Endi balkim hamma viloyatga har xil nom bilan atashgandir, lekin pashsha kishkish degan nomi pashsha kishkish ekan buni. Pashsha kishkish mana. Bular ham shu hammasi shu bitta kiyim kiyiladigan, tiktiriladigan qilib olib qo'yishgan buni. Juda ham nima ekan? Qiziqcha material ekan. Xo'p, mana bu sal nimaroq ekan, xuddi bir sintetikka o'xshar ekan. Mana bu material nomi sandur mandur degan material ekan bu. Sandur mandur degan material mana. Xo'p, bunisi esa raduga ekan. Mana ichi ham ko'rinib turadi. Bu raduga degan material ekan mana. Bularni endi yoyishib ko'rsatishni keragi yo'q deb o'ylayman, chunki yoysa ham shu material, bir xil material. Ana bu hozir ko'ylaklar tikilishini ko'rsataman, lekin bu shunaqa material. 3 metrmi, nechadir metrdan material. Mana bunisi esa krep satin ekan mana. Mana krep satin material ekan. Atlasga o'xshar ekan u, lekin krep satin deyilar ekan bu materialni. Silliq ekan bu ham. Lekin mana bu xrustal, bu qalin ekan, bu ham shu silliq ekan. Oldingilari shu oldingi materiallar ko'p ko'zga tashlanadigan materiallar bo'lgan ekan. Bu ham qalin, xuddi bir qanday tushuntirsam, plashga plashni nimasiga o'xshaganda bir silliq. Xrustal. Bu ham xuddi o'shanaqa. Bu ham xrustal. Bu ham xuddi bir plashni materialiga o'xshash. Bu ham o'shandan. Hop, mana bu ham xrustal ekan. Bu ham xrustal. Hop, mana bu materiallar agar eslasalaringiz, bu xuddi bir xibiga o'xshar ekan, lekin juda ham og'irroq material ekan, lekin xibiga o'xshab ketar ekan mana. Orqa tomonlari. Buni nomi krep bo'lgan ekan. Krep. Hozir bularni o'sha davrdagi ayollar eslaydi hozir ko'rib, albatta eslashlari kerak. Xo'p, mana bu ham krep ekan. Bu ham krep bo'lgan ekan. Mana. Xo'p. Bu esa sholk ekan bu. Bu sholk ekan mana. Bu ham sholk ekan. Bu ham sholk. Sholk ekan. Chunki men hammasini yozib qo'yganman. Esimdan chiqib ketmasin deb. Bu ham sholk ekan. Sholk bo'lgan ekan mana. Endi o'sha davrdan to hozirgi davrgacha mana yetib kelgan o'zimizning eng milliy atlaslarni mana originali, tozasi mana bu yetib keldik mana atlasga. Bu sariq atlas ekan. 8 tepki atlasi ekan bu. Bu ham sifati juda ham baland atlaslar bular mana. Bular tiktirilmagan, shunchaki materialligicha turibdi bular ham. Xo'p, mana bu Nomoshshom degan atlas ekan. Bu Nomoshshomdan tikilgan atlas ekan mana bu. Xo'p. U ko'ylaklarni keyin ko'rsatamiz. Xo'p, mana buni o'tgan marta ko'rsatuvdim sizlarga. Xo'p, mana narxlari bilan turibdi bu. 17 so'm. Hop, Shers. Armani Shers ekan. 73-yil chiqqan ekan bu. Armani Shers. Uncha ko'rinmayapti, mana qalin ekan. Armani Shers ekan. Hop, bu ham mana narxlari bilan turgan ekan. Bu ham Shers ekan. Подмосковье в производственное платочное объединение. Pavlovskiydan chiqqan ekan bu. Hop, 30 so'm bo'lgan ekan o'sha payt. Bu toza shers bo'lgan ekan bu ro'mol. Mana hozir buni ham kattasi ham bor.
Bu kichikroq ekan bu. Hop, mana bu ham mana o'tgan marta ko'rsatdim buni ham narxi bilan turib 8 so'm 50 tiyin ekan. Buni nomini men bilmadim. Buni nomi yozilmagan. Lekin bu shers emasligi aniq, chunki mana juda ham mayin, bu yozgi ro'mol ekan bu. Bu ham shers. Buni men ko'pincha kinolarga mana rus ayollarni boshiga ko'raman, mana shunaqa shers ro'mollarni. Buni esa mana buni Bakinski der ekan. Bakinski ro'mol der ekan mana buni mana. Bular birontasi ham ishlatilmagan. Shunayligicha turibdi. Xo'p, mana bu krep satin ekan mana bu bilan qarang, materialni qarang, qo'lga bir yoqadi. Mana bu ikkalasi krep satin ekan mana. Ikkalasi krep satin. Xo'p, bu ham krep satin ekan. Bu ham krep satin ekan. Mana bu ham krep satin ekan. Bu ham krep satin ekan. Hop. Mana bu endi ro'mollardan boshlaymiz. Bular juda ham katta ro'mollar. Mana shuni ko'rsatay. Buni ochaman desam joy bo'lmadi. Balkim ochib ham ko'rsataman keyinroq. G'ijima ro'mol der ekan buni. Bu o'sha payt juda ham qimmat turar ekan. Adashmasam 70 so'mmi ana shunday turgan ekanda bu. G'ijima ro'mol der ekan. Xo'p, mana bu ro'mollar esa mana buni juda ham o'sha davrda brend ro'mollari bo'lgan ekan. Mana bu ro'mollar mana bir yoqdan ko'rsatay sizlarga. Bir yoqdan ko'rsatay shu ro'mollarni mana. Yerini keyinroq ko'rsataman. Xo'p, mana bularni nomi mana buni nomi g'ijima ekanda. Bu mana bu sal ingichkaroq ekan, bunisi sal qalinroq ekan. 8 chorakli Xitoy ro'moli bo'lgan ekan bu. Mana bu 10 chorakligi ekan, mana bu 10 chorakligi ekan. Sal ingichkaroq bo'lar ekan 10 chorakligi, lekin 8 chorakligi buni qarang, qanday chiroyli. Har xil svetidan mana 10 choraklik bilan 8 choraklik ro'mollar bor ekan mana. Taylari. Bu ham shu o'sha g'ijima ro'mol. Ikkita ekan bundan. Bu shu 70 so'mmi, 80 so'mmi shunday bo'lgan ekanda o'sha paytlar. Agar qimmatroq ham bo'lmasa. Xo'p, mana bu esa grepdishinmi degan ro'mol bo'lar ekan. Mana. Mana bu ham grepdishin ekan, mana buni ham nomi grepdishin bo'lgan ekan. Xo'p, mana bu esa Bakinski ro'mol ekan mana bu. Bu ham Bakinski ro'mol ekan. Xo'p, mana bu esa mana bu festival degan ro'mol ekan mana bu. Bu festival ekan, bu ham shers, toza shers bo'lgan ekan. Hop. Bunisini esa shol ro'mol deyshar ekan. Endi bu hammasini ham narxi yo'q, ko'pi to'kilib ketgan narxi. Shuning uchun narxi borlarini narxi bilan ko'rsatdim, narxi yo'qlarini shuni olib chiqib ko'rsatyapman. Mana bular shol ro'mol ekan. Mana. Rosa chiroyli ro'mol. Mana bularni esa asl durra der ekan mana bu ro'mollarni. Agar kim eslasa, mana orqasi bunaqa ekanda, beri bunaqa bo'lar ekan. Qanday orqasi qizil, beri sariq bo'lib qolgan, buni hayronman. Buni rangi ham chiqmas ekanda, chunki mana bu ham asl durra ekan. Mana hammasi juda ham zo'r ro'mollar bo'lgan ekan o'zini vaqtida. Mana bu
Radugani ro'moli bu. Xo'p, bu esa turkman ro'moli ekan bu. Mana bu turkman ro'moli ekan. Ha, endi buni bilasizlar, bu sharf bu. Xo'p. Endi mana kamzulni o'tgan marta ham ko'rsatuvdim. Mana ko'rmaganlar, kiyilmagan hali kostyum. Men buni yana to'g'ri tushunasizlar, buni misol reklama qilib, boshqa qilish uchun emas, shunchaki obzor qilyapman bu narsalarni. Bular chunki qolgan narsalar. Xo'p, mana bu 28 so'mi 10 tiyun bo'lgan ekan. Qarang. Mana bu 28 so'mi 10 tiyun bo'lgan ekan, juda ham qalin kamzul bo'lgan ekan, lekin bitta ro'mol 30 so'm bo'lgan ekan. Mana. Keyin bu kiyimlarga moslashtirib mana bunaqa broshkalar taqilar ekan. Broshka. Har bitta kiyimni o'rtasiga broshka qo'yilar ekan. Mana. Kim bilsa, shunaqa broshkalar bularni ham ko'pini tarqalgan ekanlar. Mana bu kamzul ham, bu ham firminli, bu ham qo'lga tikilgan kamzul emas. Xo'p, endi mana ko'ylaklarni tikilishini so'ragan edilaringiz. Mana ko'ylaklarda tikilishini endi ko'rsatishdi. Mana boshlaymiz uzoqroqdan. Xo'p. Mana Xo'p, bu ko'ylakni nomi krep satin ekan. Krep satin mana shunaqa ko'ylak bo'lar ekan. Endi uzr, endi bir o'zim o'shaning uchun tuzuk ola olmadim buni. Buni nomi krep satin bo'lar ekan. Xo'p, mana bu ham krep satin bo'lgan ekan. Buni bu ham krep satin, mana tikilishlari mana shunaqa bo'lgan ekan.